Assalomu alaykum. Mana sizlar bilan yana YouTube kanali orqali birgamiz va bugun sizlarga yana bugungi yillar to'g'risida biroz ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu bugungilarimdan katta bugungilarimdan bittasi. Mana shunday bugungilarim har xil sortlari bor. Bugungilarga qiziqishim bir 10 yil oldin boshlangan shekilli, undan ham avvalroq va axtarib yurib topib qilganman bu gullarni. Internetda ko'rib qolib, yaxshi ko'rib va hozir bugungilarim sortlari bor, ayrim sortlari bor, o'zimga yoqadigan sortlari. Bugungilalar vatani bizda asosan hamma buni arabiskiy roza deb atashadi. Aslida bugungilalar vatani Janubiy Amerika hisoblanadi. Braziliya bugungilalarning haqiqiy vatani hisoblanadi. Mana shu Braziliyada bu gullarimiz yil 12 oy doim gullab turadi. Chunki qish faslida ham Braziliyada 15 gradus harorat 15 gradus bo'ladi. Eng past harorat qish oyida. Shuning uchun bugungilalarimiz kruglый god mana shu Braziliyada, Janubiy Amerikada doimiy ravishda gullab turadigan gullar hisoblanadi. Mana shunday chiroyli bo'lib gullab turishi uchun bu gul juda ham mashhur bo'lib ketgan va butun dunyoga tarqalgan bugunvilia. Mana biz O'zbekistonda ham necha yillardan beri bugunvillalar yetishtiriladi va bugunvillalarni parvarishlamalariga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu gul juda ham parvarishida oson gullardan biri hisoblanadi. Sababi bu gulga tuproqni to'g'ri tanlab, yetarli darajada quyoshni, yorug'likni yetkazib beradigan bo'lsak, bu gulimizda hech qanday muammolar kelib chiqmaydi. Asosan yoz oyida bugunviliyalarim tik quyosh joyda turadi. Ertalabdan to kechgacha mana shunday qilib, ayni obedda tik quyosh tushadigan joyga bo'lib qoladi. Lekin mana shunda ham bu gullarim juda ham chiroyli rivojlanib o'sadi. Bugunvillalarni tuprog'iga keladigan bo'lsak, bugunvillalarni ildizlatib olgani yengil turf perlit aralashmasini tayyorlab olaman. Mana shunga cherenka qilaman va stakanchiklarga yoki bo'lmasam kichkina gorshoklarga mana bu ham yaqinda ko'chirilgan bugunvilya hisoblanadi. Mana bunday qilib ko'chirganimda asosan yengil tuproq ishlataman. Ya'ni ko'proq turf perlit va ozgina hovli tuprog'i, ya'ni yer tuprog'idan qo'shib yuboraman. Mana shunday qilib bularni ekib olaman. Mana bunisida ham mana shunday, mana ko'ryapsizlar, mana kichkintoy bu gullashni boshladi. Mana yo'g'on cherenokdan kesib olib qilganman. Mana gruntda biroz yengil gruntda hozir. Bular nima uchun mana shunday ildizlatganda turf perlitda ildizlatib olaman. Undan keyin esa mana shu tayyorlagan tuprog'imga hovli tuprog'i, oddiy огородный tuprog'ini aralashtirib tayyorlayman. Ozroq qo'shaman va mana shunga bugunvilyalarning kichkina cherenkasini mana shunday stakanchiklar, mana shunday gorshoklarga perivalka yo'li bilan ko'chirib o'tkaziraman. Chunki bugunvilyalarimiz ildizlari juda ham nozik bo'ladi. Mana shu asosan eng birinchi o'rinda ildizlari turadi. Bularni perivalka yo'li bilan, asosan perivalka yo'li bilan ko'chirib o'tkazirish kerak. Chunki ildizlar juda ham tanaga nozik joylashgan bo'ladi va birpasda uzilib ketib qolishi mumkin. Mana shuning uchun bugunvilyalarni perivalka qilganimizda juda ehtiyot bo'lamiz. Yana bu gullarimiz hadeb tuvak almashtirishlarni, tuvak yangilashlarni yoqtirmaydigan gullar hisoblanadi. Chunki ildizlarni qimirlashini xohlamaydi bu gullar. Umuman ildizlarni ochishini, ildizlarga tegishini xohlamaydigan gullarimizdan biri hisoblanadi bugunvilyalar. Mana shunday qilib kesilgan cherenoklarni turf perlitda ildizlatib olib, keyingisida esa mana shu gruntni tayyorlab, undan keyin asosiy joyga ko'chirganimda esa asosan nimadan foydalanaman, qanday tuproqdan foydalanaman? Oddiy hovli tuprog'iga biyagumus aralashtiraman va mana shunga 20% turf aralashtiraman. Turfni juda ham kam aralashtiraman. Qolgani asosan biyagumus bilan hovli tuprog'i bo'ladi va 20% gina turf aralashtiraman. Mana shu biyagumusdan tashqari agarda yonimda bo'ladigan bo'lsa, hayvon go'ngini chiriganini aralashtirib yuboraman va mana shunday tuproqda katta bugunvilyalarim o'sadi. Kichkina bugunvilyalarimga esa aytib o'tganimdek yengil grunt tayyorlayman. Biroz o'sib rivojlanib, ildizlari yaxshi rivojlanib, tuvayni to'ldirib olguncha. Tuprog'ini mana aytib o'tdim. Agarda sizlar
tuproq tayyorlaydigan bo'lsalaring 50 ga 50 yo'q 60% turf 40% mana shunday hovli tuprog'idan biyagumus aralashtirishlaring mumkin yoki bo'lmasam hayvon go'nglarini chiriganlaridan perlit qo'shishlaring mumkin yoki bo'lmasam yirik qum qo'shib tayyorlab olishlaring mumkin. Gullaydigan gullarimizga biroz og'irroq tuproq tayyorlasak yaxshi bo'ladi. Gibiskuska ham yana qaysi gullarga yana bir ikkita gullarga mana shunday qilib og'ir tuproq tayyorlab olaman. Endi hamma gullarni ham hammasini holatiga qarab turib tayyorlayman. Ba'zilariga og'ir tayyorlasam, ba'zilariga yengil tayyorlayman. Geranda ham ko'rsatib o'tdim. Yengil tayyorlagan tuproqqa ekib olgan geranlarim bor, og'ir tuproqda o'sadigan geranlarim ham bor. Mana shunday qilib bugunvilyalarda ham yengil tuproq tayyorlayman va og'ir tuproq tayyorlayman. Mana shunga qarab bularni hodiga ham alohida e'tibor beraman. Mana shunday qilib bahor oyidan boshlab kuz oyigacha bugunvilyalarimiz tashqarida tik quyoshga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu gullarimiz yil 12 oy gullab turadi. Faqatgina yangi bugunvilya oldingizmi, uni yoz oyida olasizmi? To'g'ri olib kelib turib tikka quyoshga qo'ymang. Chunki bu bugunvilya sotib olgan bugunvilyalarning asosan teplitsalardan chiqqan bo'ladi. Namlik havoda turadi va namlik havodan bir yo'la tikka quyoshga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, hamma barglarini kuydirib yuboradi. Erta bahorda mana shunday qilib tashqariga olib chiqib, uzun stolim bor, mana shuning ustida bugunvilyalarim turadi va doimiy obed vaqtida yozga borganda nihoyatda tikka quyosh tushadigan bo'ladi. Уже bu narsaga gullarim bahordan moslashib, barglari moslashib oladi va mana shunday holatda turadi. Bugunvilyalarga oziqa berganda gullagan vaqtida asosan monokaliy fosfat beraman. 13-40-13 berishim mumkin. Yana 10-10-40 mana shu uchala NPKni almashtirib berishim mumkin va bugunvilyalarimni mana shunday katta tuvakda turgan bugunvilyamni ko'ryapsizlar. Bu chitra sorti. Bu sortni juda ham o'zim yaxshi ko'raman va yaxshi ko'rib qilganman. Bu sortdan cherinkalarim ham bor. Katta mana bunday cherinkalarini, bundan kichikroqlarini, xiyol bundan kichikroqlarini уже stakanchiklari bilan yerga o'tkazdirib qo'ydim. Mana shunday chitralardan qilganman. Yana bizda bitta sort bor. Shapchniy bo'lib fioletoviy svetda gullaydi. Buni golland sorti, qimmat sort deb aytishadi. Bu sort asosan golland sort emas bu. Hamma bugunvilyalar vatani bitta va seleksiya natijasida har xil turlar tarqalgan. Mana shu Vera de Purple sorti bo'ladi. Vera de Purple sorti. Mana shu shapchniy bo'lib tepasida katta shapkalar qilib gullaydigan sort. Mana o'shandan cherenka qilganman. Mana shu sort Vera de Purple sorti. Hamma buni golland sorti deb atashadi. Bu esa golland sort emas. Aslida nomi Vera de Purple sorti. Shunday qilib bugunvilyalarni mana shunday katta garshovdagi bugunvilyalarimni perisadka qilmayman. Mana ko'rib turganinglardek hozir sizlarga ko'rsatib o'tishim mumkin. Mana shunday garshovlarda turadi. Mana ko'ryapsizlar, tagini уже ancha kattalashib qolgan. Bular mana yog'ochlashib, buni qayirib o'rab qo'yganman. Faqatgina mana shu yerdan tuprog'i bo'ladigan bo'lsa, tuprog'i mana shu yerdan mana shu yergacha tuprog'ini olib tashlayman-da. Betidagi ba'zi ildizlari ham ketadi mana shu vaqtda va yangi tuproq solib qo'yaman. Mana shu bilan gulimizga yetarli bo'ladi. Har yili bahorda mana shunday katta bugunvilyalarni faqatgina tuprog'ini yuza qismini almashtirib qo'yaman. Unga qanday tayyorlayman? Unga ham hovli tuprog'idan olaman. Unumdor yaxshi joyida. Hamma yeri ham to'g'ri kelmaydi hovli tuproqlarimizni. Qachonki hovli tuprog'imizni masalan meva ekamizmi yoki birorta sabzavot ekinlari ekamizmi, mana shu yerda ekilgan ekinlarimiz, ko'chatlarimiz yaxshi jadal rivojlanib, yaxshi bo'ladigan yerdan tuproqni olishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri kelgan yerdan tuproq olib ketaversak ham to'g'ri kelmaydi. Gullarimiz o'smasligi mumkin. Mana shunday joylardan unumdor tuproqdan olaman, biyagumus qo'shaman, perignoy qo'shaman va mana shunday ajratib olgan qismimni to'kib tashlayman. Eski tuproqni to'kib tashab, biroz aralashmani qo'yaman-da, ustini azofoska sepib qo'yaman. Ya'niki
azot bilan fosforni aralashmasi, mana shundan granulachali bilasizlar. Mana shundan sepib qo'yaman va undan keyin yangi tuprog'ini solib qo'yaman va mana gulim yana chiroyli bo'lib rivojlanishda davom etadi. Mana ko'ryapsizlar, yangitdan yangi shoxlari o'syapti. Buni ham gullayapti, ham yangitdan shoxlari o'syapti. Bular mana quyoshga chiqib gullashdi, chiroyli gullashni boshlashdi. Yana gul shaydolarimizga shuni aytib o'tamanki, bugun Vilyani kuz oyida sotib oladigan bo'lsanglar, agarda birinchi marta parvarish qilyapti turgan bo'lsanglar, mana bunday kichkina cherenoklarni iloji boricha sotib olmanglar. Chunki buni sizlar birinchi parvarish qilyapti turgan bo'lsanglar, bunga uxotni to'g'ri bila olmaysizlar. Sababi bugun Vilyalarimiz asosan qish oylarida yorug'lik yetishmaydigan bo'lsa, yorug'ligimiz yaxshi yetishmasa, barglarini to'kib tashlaydi. Havo harorati yaxshi bo'lib, yorug'lik yetishmasa, hamma bargini to'kib tashlaydi va mana shu vaqtda gul shaydolarimiz xato qiladiki, umuman bargi qolmagan taqdirda ham mana shu gorshogidagi gulimizni to'liq holatda suv berib qo'yishadi va umuman mana tana qismida barg qolmagandan keyin fotosintez jarayoni bo'lmaydi va mana shu tuproqdagi namlikni so'rib olgani bargimiz yo'q. Mana shuning uchun tuproqda uzoq vaqt namlik turadi va gulimizni ildizlari bitta-bitta bo'lib nozik bo'ladi. Bugun Vilyalar ildizi chirib ketadi va mana bunday olgan cherenoklarimiz mana shunday nobud bo'ladi. Agarda sharoitingiz bo'ladigan bo'lsa, uyingizda bu gullar uchun yorug'likni yetkazib bersangiz, lampa bo'ladigan bo'lsa, stelajingiz bo'ladigan bo'lsa, mana shunday kichkina cherenoklarni hammani gullashni boshlagan olib bemalol lampani tagiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, eng pasti 35 vatlik lampadan boshlanish kerak bularga. Mana shunda qish oyida ham xuddi yorug'lik yetarli bo'lib, gullarimiz juda ham chiroyli o'sadi. Bu yodingizda bo'lsa, ancha avval bitta videoroligimda ko'rsatib o'tganman. Oddiy prozrachniy kulokda edi. 5-6 ta cherenkani mana shunday qilib ekib qo'yganman. Mana ildizlari deb ko'rsatgan edim. O'shalarni mana bo'lib olib ajratib ekdim. Qish oyida mana shunday sanitarniy obreska qilgan edim. Mana shunday sanitarniy obreska qilganimda cherenka qilgim kelmasa, bari shoxchalarni tashlab yuboraman va shularni orasidan ayrimlarni tashlab yuborgim kelmadi va mana shunday qilib oddiy bitta nimaga prozrachniy idishchaga suqib qo'ygan edim. Hammasi ildizladi va ildizlagandan keyin mana ajratib olib ekib qo'ydim. Bular kuzgacha chiroyli kust bo'lib qoladi. O'sib mana bunday bo'lib, mana bu ko'rib turganinglardek bo'lib o'shanday kust bo'lib qoladi. Mana endi aytib o'tdim, mana asosan bahor oyida olsanglar, kuz oyigacha bu liana juda ham tez o'sadi, sharoitini qilib bersanglar tashqarida va qish oyida uyga olib kirgandan keyin yorug' derazalariga qo'ysanglar, ba'zi yarim bargini tashlaydi va yarim bargi bilan turadi va bir oz kam suv berasizlar va shunday qilib bahor fasliga chiqib oladi va gulimiz yana gullashi mumkin. Agarda qish oyida derazalaringga tik quyosh tushadigan bo'lsa, qish oyida ham bu gulimiz bemalol yetarli quyosh bo'ladigan bo'lsa, gullab turishi mumkin bo'ladi. Oziqalari asosan gullarimizni erta bahorda azotli oziqalar bilan oziqlantirishimiz kerak. Sababi mana shunday shoxchalari rivojlanishi uchun, shoxchalari yurishi uchun, o'sishi uchun, barglari yaxshi rivojlanishi uchun azotni birinchi o'rinda turadi. Azot birinchi o'rinda turadi. Bahor oyida 2 marta yo 3 marta azotli udableniya beradigan bo'lsak, oziqa beradigan bo'lsak, keyin mana shu 3 marta azotli oziqa berganimizdan keyin o'sha gullarimizni bilasizlar, bu tinimsiz gullaydi. Gulli ko'rinib qolgandan keyin monokaliy fosfat ishlatishimiz mumkin. NPK 20 dan foydalanishimiz mumkin bu paytda bir marta orada. Lekin asosan monokaliy fosfat NPK 10-52 10 yoki bo'lmasam yana NPKlar bor, 15-68-15 bor, yana 10-40 bor. Ya'ni keyin kaliysi ko'pi bor. Mana shunday gullarimizni uzoq vaqt chiroyli bo'lib turishi uchun kerak bo'ladi. Mana gullarini ko'ryapsizlar, qanchalik katta bu gullar. Juda ham gullari katta. Mana ko'rib turganinglardek har bittasi kattalashib, yana ham turgan sari kattalashyapti. Bu sortni juda ham yaxshi ko'raman o'zim. Mana
ozuqalarga keling. Ozuqalarda asosan 15 kunda bir berishimiz mumkin gullashni boshlagandan keyin. Yoki bo'lmasam 10 kunda bir mana shunday ozuqalar bilan oziqlantirib tursak, gullarimiz gullagan vaqtda qiynalmaydi, charchab qolmaydi. Ko'pchilik aytadiki, bugun veliylar o'zi quyosh yetarli bo'ladi, tinimsiz gullaydi, bularga ozuqa kerak emas deb. To'g'ri, bularga quyosh yetarli bo'ladi, quyoshdan olgan energiya bilan mana shunday qilib gullashi mumkin, lekin gulimiz charchab qoladi. Har qanday o'simlikka ham rivojlanishi, gullashi uchun vitaminlar, ozuqalar bo'lishi kerak. Mana shunda gulimiz charchab qolmasdan yana ham chiroyli rivojlanishni boshlaydi. Hozir sizlarga cherenka qilishni ham ko'rsatib beraman. Qanday cherenka qilaman? Demak, cherenka qilishga keladigan bo'lsak, mana nimamizni, sekatorimizni artib oldik. Endi hozir bu gulimizni bitta shoxini kesib olamiz. Mana ko'rib turganlaringdek mana shoxchani kesib oldim. Endi buni esa mana ko'rib turganinglardek bo'laklarga bo'lib olaman. To'rtta bo'lakka bo'lib oldim va pastki barglarini olib tashlaymiz va doim aytib o'tadigandek mana pastki qismini mana ko'rib turibsizlar. Birozgina kastoy shaklida kesib olamiz. Mana ko'rib turganinglardek kastoy qilib oldim. Mana bu yerda tikoni bor ekan, tikonini olib tashlaymiz. Bugun veliylar kattalashgan sari tikonlari juda ham qattiqlashib boradi. Mana shunday qilib kastoy qilib kesib olamiz. Navbatdagi bugun veliyamizni ham shunday qilamiz. Mana ko'rib turganinglardek buni hozir barglari pastga egib qo'yganim uchun shoxchasi nima bo'lib o'sganiga nima qilmay qoldim, tushunmay qoldim mana. Daraxtlashgan shoxchalarni ko'p holatlarda cherenka qilganimda pastki qismini mana ikkala tomonini ham mana shunday qilib ochib olaman. Keyingina cherenka qilaman. Mana stakanchigimiz, bunda Verxavoy neytralniy turf, agrabal, ozgina kokosiviy turf va ozgina perlit aralashmasi. Mana shu aralashmaga mana ikkitadan cherenoklarni mana ko'ryapsizlar, sayib qo'ydim. Bunda ham xuddi shunday qilamiz. Mana ko'rib turganinglardek va tayini birozgina ezib qo'yamiz va zip paketlar, bular ishlatgan zip paketlarim, mana shularga gruntim nam, shuning uchun suv quyib olmayman. Faqatgina 3-4 kun o'tgandan keyin biroz namlab qo'yishim mumkin, suv quymaganligim sababi. Agarda boshida suv quyib oladigan bo'lsam, shu bir marta suv berganim bilan gulimiz bemalol mana shu
zip paketni ichida hosil bo'ladigan kondensat yetarli bo'ladi. Mana shu bilan ildizlab oladi. Yog'ochlashgan shoxchalari juda ham tez ildizlaydi va yaxshi baquvvat chirinoklar, ya'ni ko'chatlar bo'ladi bular. Mana ko'rib turganingizdek, bugunvelyalarni shunday qilib ildizlatib olamiz. Bugunvelyalarni chirinoklarini suvga soladigan bo'lsak, suvda ildizlamaydi. Juda ham ildizlashi qiyin. Uzoq vaqt turib nima qilib ildizlashi mumkin, lekin shunda ham yarim chirinoklar chirib ketib qoladi. Demak, bugunvelya parvarishda asosan tuprog'i, mana tuprog'ida aytib o'tdim, ikki xil qilib tuproq tayyorlab olaman, gulimi holatidan kelib chiqib. Ozuqalarga keladigan bo'lsak, bahor faslida azotni ozuqa beradigan bo'lsak, keyin o'sha yoz fasliga o'tib kuzgacha monokaliy fosfat, NPK 10 50 10 10 10 40 mana shunday ozuqalardan berishimiz mumkin bo'ladi. Kuz oyida esa bugunvelyalarimizni o'sha tashqari bilan uyni harorati bir xilda bo'lgan vaqtda ichkariga olib kiradigan bo'lsak, mana shunday stress holatlari kelmaydi va barglarini uyga kiriboq to'kib tashlamaydi. Yana bir narsa borki, hozir ko'pchilik gul shaydonlarimiz bozordan bugunvelya sotib oladi va uyga olib kelgandan keyin o'sha gullari va barglarini tashlab yuboradi. Bu asosan stress holatidan bugunvelyalar mana shunday o'zgarishiga ham birpasda stressda gullarni to'kib yuborishi bilan javob beradi. Shuning uchun mana shu kuz fasli kelganda tashqari bilan ichkarini harorati bir xil bo'lganda gullarimizni olib kiradigan bo'lsak, hamma xona gullarimiz umuman havo iqlim almashganini bilmay qoladi va mana shunda bir xilda o'saveradi. Faqatgina bugunvelyalarimizga qish oyida yorug'likni yetkazib beradigan bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan videoroligim, ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.